Assalomu alaykum hurmatli kitobxonlar. Bugun e'tiboringizga Ahmad Muhammad Tursunning Dunyoni tebratgan 7 buyuk kitobini havola etamiz. Mazkur kitobda dunyo tamadduniga ulkan hissa qo'shgan, islom olamida o'z hayoti va faoliyati bilan o'chmas iz qoldirgan Hasan Basriy, Umar ibn Abdulaziz, Abdulloh ibn Muborak, Abu Hamid G'azzoliy, Salohiddin Ayyubiy, Amir Temur, Avrangzeb Olmagir kabi ulug'lar haqida so'z boradi. Mutolaa davomida yuqorida tilga olingan shaxslar hayot yo'llariga oid go'zal lavhalarga duch kelasiz. Oz ye, oz uxla, oz ich. Tan tubanligidan kech. Dil gulshaniga kel, ko'ch. Ko'ramiz, Mavlon naylar, naylasa go'zal aylar. Ushbu kitob sizda qiziqish uyg'otdimi? Unda Sharof Rashidov tumani Axborot kutubxona markaziga tashrif buyurib, mutolaa qilishingiz mumkin.